Assalomu alaykum, xayrli tong hammaga. Xudo xohlasa kechqurun dam olganidan ozonga yaqin. 11 dedim. Hozir endi sekin-astalik bilan ketyapman. Sankt-Peterburg qayerdasan? Lukoil zapravka bor edi, shu joyda damni olib plashadkasidan. Shu joyda dam olib endi harakat endi. Yana qor lekin asta sekinlik bilan yog'yapti. Qor. Lekin qor juda chiroyli yog'ib, asta-sekinlik yog'yapti-yu. Qish ekanda, qish. May уже, mayda ham qor yog'sa ya. Ko'z ochirmayapti bu qor. Joylar manzarada manzara. Platni darogani ham tugatdim mana. Platni daroga tugadi. Endi pullarni to'layman har joydan. Mana to'lab keyin ketaman. Emonga qaytib tushyapman. Hop, bilet. Ismi yo'q. Hisoblayapti bu. Hamon hisoblaydi shekilli. Narxini chiqarmadi ham. 1790 rubl bo'pti. Xudo xolasa. Biletimni ochmadi. Yaxshi, ichkarida dispetcheri bor ekan. Dispetcheriga aytdim, "Qayerdan chiqding?" dedi. "Shu tarafdan chiqdim" desam, keyin hisoblab turib bosib berdi. Biletni ochmadi, hayron qoladi ekan. Sankt-Peterburg to'g'riga. Sankt-Peterburgga ketaman-da, Sankt-Peterburgga. Sankt-Peterburgga qarab ketaman. Leningrad shossi. Bu Emon shu tarafga tushib oldim. Emon birda zerikib ketdim bir o'zim. Diviziyani kam ekan. Besplatniga tushib oldim. Bu joylarda mana qorlarimiz tindi. Sankt-Peterburgda qor yo'q deyishdi. Hamkasblarimiz. Yaxshi havo pogodalari zo'r deydi. Aytganidek bo'lyapti mana. Bora-bora qor tinib boryapti. Lekin ona yon oynalarni dabdalasini chiqarib yubordi. Bir joyga to'xtab yo'l tozalab olaman. Juda chiroyli lekin.
odamlar bag'rida ochiladigan o'rmon ichlari. Valdayga ham yetib keldim. Valdayda lekin qor boshladi. Bilmadim endi qayergacha qor bu. Velki Novgorodga ham ozgina qoldi, yetib keldim. Ozgina qoldi. Shu joyda transportni kontrol turardi. Yo'q ekan lekin mana shu joyda. Transportni kontrol turardi. Ozgina qoldi endi. Velki Novgorodga уже kelib qoldim. Xohlasa Atisoyga to'xtadik. Mana yana qor chuqurlayapti. 45 minut Atisoy qilib shu joyda musulmonskiy kafe bor. Shu kafeda ozgina tamaddi qilib vaziyatdan foydalanib keyin yuraman. Bu ozgina qoldi Peterga. Sankt-Peterburg. Bu joyda oldin ovqatlanganman. Ikkinchi marta kirishim. Lekin bir narsasiga qo'yib qo'yganman. Kel bomba. Chista. Lamis Volgograddan Artur Zaxarov degani yozilgan ekan. Bu joyda mana 2021da kirgan ekan. Moskva. Очень вкусно, очень. Спасибо. Bu joyda ham puliga qo'yib ketishgan. Pullarga ham yozgan. Mana bu osti teskari turibdi. Bu joy 2022-yilda yozilgan ekan. Bunaqa televiziyaga qarab ovqatlanib keyin yo'l xolis yuramiz. Xitoycha ham shu tarafda. Shu dolfinning orqasida turibdi. 45 minutlik Atisoydan keyin endi mana Xudo xohlasa yuraman endi. Alloh. Atisoy tugadi. Yengil tamadi qilindi. Endi Xudo xohlasa yo'lga. Lekin ama qor shunaqangi yoqqanidan mashinaning ustiga qor yoqqan. Suvning oqishini qaranglar. Tepasi to'la qorda buni. Shu turgan joyimda yo'q edi. Bu Allohning bergan ne'matdan meni kutib turgan ekanda yana qor yog'ishini qaranglar. Yurishim bilan yana qor boshladi. Mayli, lekin chiroyli atmosfera bu. Kayfiyat hammasi joy-joyida Xudo xohlasa. Yo'llarimiz ravon mana. Chiroyli bo'lib ketyapman. Har doimgidek Moskva, Peterga qarab kelishim o'zim. Sherik yo'q. Oh! Alloh bergan ne'matingga ming bor shukr. Karomdan qutulib, banan yuklashga kelish qanday mazza. Yo'l baribir yaxshi-da. Xohlasa mana Platniy daroga 300 metrdan keyin deb Sankt-Peterburg. Shu joydan yana Platniyga chiqib ketaman. Endi bilganlar biladi buni. Platniyga chiqib ketaman endi shu bilan. Xohlasa Platniydan sekin Peterga ham ozgina qoldi. Shu joyda bitta qozog'istonlik bratan bor ekan. O'sha bratan yo'lni bilmaydi ekan. Shuning uchun shuni shu yoqdan olib ketdim. Dokumentlarda ham muammo bor ekan, platkadan ketaylik dedi. O'zbekiston kanaldasida rahmat. Bu bratanni hozir shu joyda sherik chiqib qoldi menga endi. Ketadi. Endi men karta olib bu joydan keyin ketaman. Kartani berdi. Chimkentlik bratan, sog' bo'ling. Yo'l bo'lsin. Shu bratandan tafsilot. Xudo xohlasa mana Peterga ham kirib keldim inshaalloh. Platniy darogani darvozasiga keldim, mana shu yerdan tushaman. Yo'q, hech qancha qolmaydi. O'sha yetib keldim. Sankt-Peterburg. Endi qancha chiqadi ekan? Endi ko'ramiz hozir. Yo'q. Nech pul yozdik endi shu jichcha joyiga? Ozgincha. Bilet
1900 rubl. Ati 900 rubl. Hop. Yo'q, ochildi. Lekin вообще шикарный, chiroyli qilib tashagan platniy doroga. Moskovskiy shossega tushsam, shu joyda hech qancha qolmadi-da. Stoyankaga kiraman endi. Buguncha dam stoyankada. Dam olamdan. Shu bilan. Sankt-Peterburgga yetib keldim-da mana. Bu joyda profga bor ekan. Yaxshi, bularda katta mashinani ham, kichkina mashinani ham hurmat qiladi sirazi. Qo'shiladigan bo'lsangiz qo'shilib olaverasiz yo'lga. Sirazi qo'shilib oldim profkaning ichiga. Endi qayergacha profka bilmadim lekin. Men o'zi hech qancha qolmadi. Lekin o'sha joygacha kirish joyimgacha profka ekan. Profkaning sababi avariya bo'ldi. Avariya. Shuni hisobiga. Lekin işte strashnoq ikkita lexiyavoy avariya bo'ldi. Shu joydan Emonga qarab tushib, shundoq qilib Stoyankaga qarab kirib ketdim. Stoyanka. M10'da Ruslan stoyankasiga yetib kelib, hozir kiraman-da mana. Ruslan stoyankasi. Mana stoyankaga kiraman. Lekin mashinaga serob ekan, ko'p ekan. Aylanib kiraman. Stoyankaga ham ozgina qoldi mana. O'zimiz o'zbeklar ekan. Stoyankani oldi tarafiga o'tish. Necha profka ekan. Shu joy stoyanka bo'ladi mana. Stoyanka Ruslan. Stoyanka Ruslan. Yetib keldim mana. Xohlasan. Bu joydan Lexiyavoy kiradi. Biz narigi joydan kiramiz. Bu joydan Gurzovoy kiradi. Joydan endi bo'ldi. Yetib keldik Ruslanga. Stoyankada dam olaman endi. Pogrushkaga tur, dam.